Qara men ham chalaman. Ya ağzında cevap. Sviste chalma. Sviste chalsang o'g'ri keladi uyga. Assalomu alaykum. O'g'ri chaqirtirgan ekansizlar, keldik. Dastoniy narsalar bormi o'g'irlashga? Biz chaqirtirganimiz yo'q, aka. Kimdir shu uydan svistak chaldi-ku? Bilmayman. Men bilmaganimni bilmayman-da. Men ham bilmayman. Ulan, Ha. ana shu ovqatning mayini qoshingga surt zo'r o'sadi. Yo'q, a. Ha? Sen ham surt. Ya tavba, astag'firulloh. Kampir! Ha? Men bularning qo'shini qara. Yomon chiqdimi, aya? Zo'rku. Jamila xola ishtoningizni berib turasiz ekan, ayam aytdi. Nimaga? Ana siz egiz tuqqan ekansiz, shunga ishtoningizni opamga kiydirsa, opam ham egiz tug'ar ekan. Voy. Hozir Hanifani qiziga berib yubordim-da. Ishtoningiz bittami? Jalqami bitta sarsiq ishton. Aya, choyimda quruqcha tikka turibdi, nima bo'lardi? Mehmon keladi-da. Buni qorni ham bor ekan, bo'g'oz kelyaptimi deyman. Bular ko'pchilik-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Voy, siz shiroz kelar ekan-da. Sizlar choyga tushgan shamami? Qo'shi kamalak Firzaboni. Qo'shi kamalak Firzaboni. Ola o'ynamay ko'rgam. Kechqurun sevib chiqasan. Qo'y o'ynasa o'ynaversin, kampir qiziqsani. Mana lalaku borku. Namlikni saqlaydi, allergiya chaqirmaydi, taglik borligini ham sezmaydi ikkalovi ham. Xotirjam uxlaydi. Qo'shimiz ilishki o'sib ketmayaptimi, uka? Bilmasam chiroyli turibdi-ku. Ilohi amin. Amin. Qizim kuyov bilan qo'sha qarab baxtli bo'linglar. Amin. Hech qilib bunisidan ham qaytib kelmagin. Bola, orqasidan to'shat. Nimaga? Irimi bor. Borgan joyda toshday qotadi. Men otayda. Qochinglar. Nima bo'pti? Kuyovni miyasini qattiq chiqib ketibdi. Toshni uribman o'zi ham. Bunisidan ham qaytdi. Qaytmadi. Borishga usbat qilmadi. Yerim menga sani. Dastavkasi olib keldi. Siz? Nima? Kim ekan u? Zapa. Uyalmaysanmi? Otang tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajagi yo'q, tungi kapalak esiz. Einstein. Epstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi? Qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Puli go'sht deyman. Puli go'sht. Tinchlikmi? Qo'shmachi. Rozopa. Siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni, ha? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pulchoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. Что за шум? В чем дело? Kim edi bu qari tullak? Guadalupani onasimi? Yo, bu xozayka bo'lsa kerak, ha? Sut ishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola? Qarisi bor uyni parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan? Guadalupani onasi bilan? Yo, nechxonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekan-da, ha? Sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ha? Ot go'shtidan indekalik sirligi ham bor-da. Ot go'shtidan yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, ha? Bo'ldi qiling. Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldim, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Beradi, bermay qayerga boradi? Yo, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkalla deb qo'ydim-ku. Hovliqib o'l. Bilmadim.
o'xshaydi-da. Karva kerakmi? Qancha? Ha, ko'ngildan chiqarib beraverasiz. 10 ming beraman. 10 ming kami. Ha, ko'nglimdan chiqari shu-da, ko'nglimdan chiqarib deysan? Ha, ko'ngildan chiqarib sal dadilroq beradi-da odam. Ko'nglimdan shu chiqdi. Shu chiqdi ko'nglimdan. Ha aka, sen aka pul bermaysizmi? Qancha? Qimmatingiz beravering. Nima? Qimmatingiz shumi? Qimmatim shu-da. Qimmat qilib bering deyapsan. Qimmat qilib 2 ming beryapman nima? Qimmatingiz past ekanda. Zo'r ekan, qimmatim past ekan. Voy, bilmay yurgan ekanman, qimmatim past. Mana uka tayyor qilib qo'ydim, ko'rib oling. Qancha bo'ldi? Ha endi uka el qatori beravering. Elni qatori qayerdan bilaman men? Ha, el qancha beryapti sizga? Men qayerdan bilaman? Aniq ayting. Voy, el qatori beravering. Yo, el qator degan pul birligi yo'q-ku, opa. Nima qilyapsizlar? Aka, mashinangiz yujasini almashtirib qo'ydik. Mashinangiz cho'tki. Qancha bo'ldi? Ot bilan tuya bo'larmidi? Beraverasiz-da. Iltimos ukajon. Izdivojcha qilma, xo'p? Точно narx ayt. Men otniki bilan tuyanikini qayerdan bilaman? Qayerdan bilaman men? Tavrabdan uyomoqchi edi. Bo'ldi aka. Sizlar ham mana ko'ngildan chiqarib berasizlar demaysizlarmi qilib? Yo'q aka, bizda aniq. Boshlang'ich 25-30% ni to'laysiz, qolganini taqsim to'lov tizimi orqali 10 yilgacha bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Undan tashqari hozir bizda xarid munosabati bilan aksiya ketyapti. Agar bizdan xonadon xarid qilsangiz, dazmoldan tortib xolodilnikgacha yutib olsangiz bo'ladi. Remontini ham qilib berasizlar-da o'zingizlar. Ha, tayyor kirib yashaysiz bo'ldi. Zo'r-ku. Sizlar zo'rsizlar, bilasizlarmi? Mana aka. Rahmat. Qancha beray? Faqat iltimos. Ko'ngildan chiqarib bering, qimmatingiz, el qatori bering, otniki bilan tuyanikiday bering demaga. Qancha beray? Точно ayt. Insof bilan bering. Yo, men tushunmayman. Bu qanaqa pul bo'ladi u insof bilan berish? Noinsof bilan berganmi kimdir? Rozi bo'lib bering. Yo, rozi, men norozi bo'lib beramanmi? To'g'risi pul aytsang men beraman-ku. Uka nima men hisoblayapsizlar? Fikariyalik kuyov keldi. Ani Hashimika, chiqibdi. Kuyovdasizmi nima? Qo'yamasa. Chiroyli ekansiz. Koreyada ishong bizga qo'yamasiz. Chupda. Kutasanaka. Kelini ko'raylik. Qo'yamasajon, bizda kelinni ko'rish pulli. Ko'r mana. Mana. Qani kuyovlar, qani. Voy, Qo'shmasajon, siz dollarda bering. Voy, yashang. O'tang. Koreyadagi ish nima bo'ldi? Uka hal qildingmi? Kutasanaka. Ko'tasinmas, to'xtasinizmi? Nima yig'laydi bular? Qo'yamasajon, qalin pulni bermaysizmi? Qancha? 2 ming dollar. Sanalgan-a? Sanalgan. Yaxshi, mayli, kech bo'lmasdan boringlar. Baxtli bo'linglar. Avval pulni berasan, keyin o'tasan. Bularda 7 yoshdan 70 yoshgacha pul so'rar ekan. Koreyada yangilik yo'q. Yuring, tez. Yo'q ekanda yangilik ham unda hali. Onasiga qisiring, xolasiga qisiring, artistga qisiring, otasiga. Yozga qistirang. Ulgurmayman. Ko'zingiz ko'rmi? Hay qo'yamasajon, hech xavotir olmang. Mana bizda bavi bor. Kiyimlaringizni toza qilib yuvadi, dog'larni ketkazadi, allergiya chaqirmaydi. Aylanay sizdan $50. Ya kimsizlar? Kelinni ko'rish pul, otasiga qalin pul, onasiga pul, unisiga pul, enasiga eriga pul. Ya nima faqat sizlarda pulmi, ha? Nima bo'ldi? Eri bo'ldi. O'yna